Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi darsligimiz quyidagicha life hack desak ham bo'ladi. Oddiyroq, kichikroq darslik sifatida ko'rsatib o'taman. Internet tizimimizda huquqshunos platformasi mavjud. Shu platformaga kirib, adliyadan kelgan xat-xabarlarni, ya'ni buyruqlarni tasdiqlab yuborishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun chiziqcha huquqshunos chiqdi o'zi. huquqshunos.adliya.uz tizimiga kirib olamiz. Xuddi mana shunday yozamiz. Xuddi mana shunday tarzda yozib olsak, tizimga kirish imkonini beradi. Tizimga kirdik. Ana endi bunga kirish uchun bizda OneID login parolimiz yoki ключimiz kerak bo'ladi. Xodim sifatida kirish tugmasini bosamiz. Agar bizda ключi mavjud bo'lsa, ключni tanlab, ключ orqali kirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, OneID orqali tizimga kiramiz. OneID tizimida ham login parolimiz kerak bo'ladi. Buni ham ro'yxatdan o'tib login parol qanday olishni keyinroq darslik qilaman. Yoki hammada hozirda ключi bor, OneIDga kiradigan ключini tanlab kirib olishlaringiz ham mumkin. Shu orqali ham. Bizda login parol bor. Shu orqali kirib ko'rsataman birinchi ochratda. Kirish tugmasini bosamiz. Mana ism familiyam bilan chiqdi. Qayerda ishlashimni ham. Kirish tugmasini bosamiz. Chekarog'iga bosib qo'ysak bo'ladi. Ana endi bunda bizga kelgan ma'lumotlar, ya'ni xat-xabarlar tanishish uchun degan bo'limda kelib turadi. 16-iyuldan yillik mehnat ta'tili berish to'g'risidagi qaror kelib turibdi. Buni tasdiqlashimiz uchun tanishdim degan tugmani ustiga bosamiz bir marta. Pastki bo'limga tushirib beradi. Mana tanishish uchun degan, tanishdim degan buyruq. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Tasdiqlash tugmasini bosamiz va tasdiqlanadi va bizni tasdiqlagan hujjatimiz kadrlar bo'limiga borib tushadi. Shunda hujjatimiz to'liq buyruq sifatida chiqarib olish imkonini beradi. Rahmat hammalaringizga. Savollar bo'lsa kommentariyaga yozing.